Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun 2025-yil. Velis Agro jamoasi bugun Toshkent viloyati Xonobod Zangiz Jo'r akamni dalalaridamiz. Bu joyda HM Klaus kompaniyasining Driver degan shirin makka duragayi ekilgan. Jo'r aka, buni qachon ekdingiz Driverni? Kunlarini 30-martda ekkanmiz. Mana hozirgacha mana mehnat qilib shu darajaga keldi mana hozir. 30-martda urug' tashladingiz. Urug' tashalgan. To'g'ridan to'g'ri urug' tashalgan. Yana e'tibor qiladigan joyimiz o'zi bir hafta u yoq bu yoq ketadi. 7 kun 8 kun orasida chiqib keladi yerda. Agar shunaqa hisoblaydigan bo'lsak, demak bugun 78 kunda, ya'ni terimga tayyor bo'lib turibdi. Mana bugun terishmoqchi, xudo xohlasa. Bugun teramiz, xudo xohlasa. Terimga tayyor bo'lib turibdi. Nima deysiz Driver bo'yicha? Nima fikrdasiz? Siz yaxshi, birinchi yil ekmayapmiz. Mana shu kelgandan beri oldin ko'p sortlarni ekib ko'rganmiz. Bizga hozircha Driver plyonkaga yaxshi ekan. Ochiqqa ham yaxshi. Ochiqqa ham yaxshi. Plyonkada vaqtliroq chiqadi. Ochiqqa ekkanda sal 3-4 kun kechroq chiqadi. Tushunarli. Bozor nima deyapti? Yaxshimi bozorda? Bozor hozir 2000 gacha bo'lyapti hozir. Anaqa 2000 so'm. 2000 so'm. Boshqa sortlar ham ko'payib ketganda, o'shalarning hisobiga tushunarli. Driver o'zi bozorda ancha yildan beri ekiladi, ya'ni. Ancha yildan beri ekiladi. Biz ham mana dehqonlarimizga tavsiya qilamiz. Erta bahor, o'rta bo'lsin, kech bahor bo'lsin, ya'ni keyin mana bug'doydan keyingi mavsum bo'lsa ham hamma mavsumga bemalol eksanglar bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Gektariga mana 50 ming tekas. Inshaalloh narx-navosi yaxshi bo'lib tursa, daromadi juda ham yaxshi narsa shirin makka. Undan keyin Driverni yaxshi tarafi juda ham shirin hisoblanadi. Hozir apparatda ham o'lchadik, Brix'i 15.4. Bu degani o'sha o'zi qovulli 13 chiqadi. 13, 12 chiqadi Brix'i. Bu 15.4 degani undan ham shirin degani. To'g'ri. Uzunligini mana 48 qator uzunligi 48, 50 qator chiqyapti, aylanasiga 20 ta don aylanasi chiqyapti. Hamda mana uzunasini ham o'lchab ko'ramiz. Uzunasi mana 24 sm. 24 biz o'zi har doim 23-25 deymiz, xuddi shunaqa. Mana o'rtacha 24 sm. Uzunliklari ham juda ham yaxshi, semizligi, uzunligi. Shuning uchun bu butun O'zbekistonda sinovdan o'tgan Driver Johorida shirin makka. Juda ham ko'p joyda ekiladi, ko'pchilik biladi. Yana ham tavsiya qilamiz, mana sinovdan o'tgan narsa, bemalol ekib foydalansanglar bo'ladi. Buni sotish masalasida muammo yo'qmi? Sotishmi? Endi qancha vaqtli chiqarsangiz, bu sort yaxshi ketadi. Qimmatroq bo'ladi. Men megaton anaqalardan oldinroq chiqarsangiz, bozor yaxshi bo'ladi. Plonkaga eksangiz, vobshim yaxshi bo'ladi. Nisbatan megatonlarga qaraganda vaqtli chiqadi bu. Keyin yana hozir shu kunlarda shunaqa narsa bo'lyaptiki, zavodlar ko'p, qayta ishlab chiqaradigan zavodlar ko'p. Buni vakuum qiladigan zavodlarimiz bor, banduel qilib, hali donini olib konserva qiladigan hamda muzlatib turib eksport qilishyapti. Shuning uchun hozir sotish masalasida hozir muammo yo'q. Asosiysi ekish kerak, yetishtirish kerak. Dehqon sotishni o'ylamasa ham bo'ladi. Inshaalloh yetishtirib, chiroyli yetishtirib bersa, xudo xolasa bozorda muammo bo'lmaydi sotish bo'yicha. Hozir topshiryapmiz hozir anaqaga. Zavodga topshiryapmiz. Yaxshi, mana oldingi safar 27,5 mingtadan bor yo'g'i bir 300 tagina brak chiqdi. Endi braki ham qandoq? Kichikroq bo'lib qolgan nisbatiga. Razmeri kichikroq bo'lib qolgan. 27,5 mingtadan 300 tagina anaqa chiqdi. Brak chiqdi. Qolgani hammasi yirik, mana bunaqa yirik hammasi. Taxminan 1% degani. U juda ham yaxshi. Mana 1% hech narsa degani emas-da. 5% gacha bo'lsa ham u zarar qilmaydi, xudo xolasa. To'g'ri. Gektariga 50 ming eksangiz, u normalniy hosil olsa bo'ladi. Bo'ladi. 1%, 2% hech narsa emas. Shuning uchun Jo'r aka barakasini bersin, chiroyli bo'lib, ko'rib xursand bo'ldik. Rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ana butun O'zbekistonda hamma joylarda sinovdan o'tgan, juda ham shirin, razmerlari bilan, uzunligi bilan, tez pishishi bilan ajralib turadigan shirin makkalardan bittasi bu Driver bu. Eng ishonchli shirin makkalardan bittasi. Ekinglar, foydalaninglar. Ana Jo'rabek akam ham tavsiya qiladilar. To'g'rimi? Ekish kerak buni. Ko'proq ekib ko'rish kerak qo'rqmasdan. Bo'ladi. To'g'ri.
sotilib tursa, Iloj- sotishda muammo bo'lmagandan keyin yo'q, ish kerak edi. iloji boricha plyonkaga ekilsa yana ham yaxshi. Ha, vohroq. Narx o 3000 4000lik paytda ham chiqadi anaqa. Ha, shunaqa. To'g'ri. Hozir endi 1900 2000 ketyapti hozir. Endi ko'payib qoldi-da anaqalar, jo'xorilar. Ko'paydi-da. Agar buni plyonkaga ekilsa, boshim yaxshi bo'ladi. Daromad yaxshi bo'ladi. Albatta, o'zi pishdi hamma joy. Hamma yoqda pishdi hozir. Jo'rabek aka, rahmat sizga. Salomat Hop. bo'ling, barakasini bersin. Hop. Ko'rishaylik. Xo'p, salomat bo'ling.